Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana Oltiariqdagi obyektimizni ham tashqi fasadi so'killarini xudo xohlasa tekizlab gipka kaminga tayyorlab bo'lindi. Уже yopishtirish ishlarini ham boshlab yuborganmiz do'stlar. Gipka kaminga qiziquvchilar ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Xudo xohlasa hammasi yaxshi cho'tga chiqyapti. Sokil bo'lsa keyin Sokillarga ham gipka kaminlarni yopishtiramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Tez kunda shu obyektni bitkizib uy egalariga topshiramiz. Do'stlar, gipka kaminga qiziquvchilar ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. To'liqroq ma'lumotni berib o'tamiz. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundanda chiroyli obyektlarimiz bor. Birma-bir ketinglik bilan xudo xohlasa kanalimizga joylab boramiz. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar, sog' bo'linglar.